Assalomu alaykum muhtarama onaxonlar, qadrli opa-singillar va dilbar qizlarimiz. Barchangizni ezgulik va go'zallik bayrami 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan kompaniya jamoasi nomidan samimiy tabriklayman. Siz fayzli xonadon bekasi, mehribon ona bo'lish bilan birga mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishdek ezgu ishlarda ham munosib hissa qo'shib kelmoqdasiz. Minglab xodimlar faoliyat yuritayotgan kompaniyamizning 35-40%ni xotin-qizlar tashkil etadi. Ularning katta qismi issiqxonalar majmuasida, xizmat ko'rsatish sohalarida, restoran va mehmonxonalar tarmoqlarida, maktabgacha ta'lim muassasasida faoliyat yuritishadi. Ammo qurilish va ishlab chiqarish korxonalarida jasorat ko'rsatib kelayotgan muhandislar, payvandchi operator, kran mashinisti kabi ko'plab sohalardan namuna ko'rsatib kelishmoqda. Ularni barchasini birdek hurmat qilamiz. Bahor elchisi bo'lib kelayotgan o'zingizdek go'zal mana shu qutlug' ayyomda barchangizga sihat, salomatlik, baxt, omad, xonadonlaringizga fayz va baraka tilayman. Doim sog', salomat bo'linglar. Bayramingiz muborak bo'lsin.